Hammaga salom bo'lib, sizlar bilan yana Kanro'jixon. Bugungi videoda sizlar bilan Minecraftda Mimikar modi bilan horror survival qilib ko'ramiz. Undan oldin kanalga obuna va videoga like bosib qo'ying. Biz tezroq 2000 ta obunachiga erishishimiz kerak va men Telegram kanalimga o'tib qo'yishni unutmanglar. Qani unda biz videoni boshladik. Qani okey. Birinchi bo'lib o'zimizga kerakli daraxtlarni cho'pib olishimiz kerak. Ya'ni o'zimizga boshlang'ich resurslarni yasash uchun. Okey, mana bu yerda daraxt bor ekan. Borib olamiz. Okey, biz birinchi mana shu daraxtlarni cho'p bo'lsak, keyin narsa yasak bo'ladi. Videoda qolishlar uchun ming bor uzr so'rayman va ekrandagi odamcha men qanday, ya'ni ustimga narsasini ya'ni yasaganimda ko'rishinglar uchun va qanday harakatlar qilayotganimni ko'rishinglar uchun chiqarib qo'yilgan. Okey, biz vestak yasab olamiz. Vestakdan keyin esa kirka yasab olamiz. Okey, bundan keyin yog'och kirka. Okey, endi pastdan to'shab olamiz. Okey. Okey, hozir shu yetadi hozirchaga. Okey, tepaga chiqamiz. Shu tepaga chiqib, vestakdan o'zimizga bitta bolg'a yasab olamiz. Okey. Bolg'ani oldik, kerak emas o'shga. Obunachilar davom etamiz. Jigarlar demoqchi edim. Xo'sh. Hozir biz sizlar bilan ovqat olishimiz kerak. Cho'chqa yemaymiz. Xo'sh, mana bu yerda sigirlar bor ekan. Sigir o'ldiramiz. Hammasi mana shu yerga. Buni ham, seni ham qaqra, mana bu yerda 4 ta teri bo'ldi. Boshqa paytda topolmasam shu terini. Okey, davom etamiz. Kech tushguncha biz o'zimizga kerakli resurslarni yig'ib olmasak, boyaga mimikar kelib qolsa o'ldirib ketadi. Okey. Yo, mana bu yerda qo'y bor ekan. Qo'ylar o'ldiramiz. Bitta va 3 ta ana kakras devanga yetadi. Kechqurun tez o'tib ketadi endi. Yaxshi. Mana bu yerda qishloq bor ekan. Let's go. Qanaqa omadli. Mana bu yerda ham bor ekan. Bularni o'ldiramiz. Qanaqa omadli odamman. Qara, shunday qishloq chiqdi. Yaxshi. O'tvoramiz. Voy, shuncha. Ko'ryapsizlarmi meni omadimni? Sizlarga ham nasib qilib qolar biron kun. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Okey. Boramiz qishloqqa, qani nimalar bor ekan. Ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bu yerda sandiq yo'q, gadalar. Mana bu yerda kakras sandiq bor ekan. Yaxshi. Shu yerda sandiq bor. Bu yerda ham yo'q. Okey, mana shu yerda aniq bo'lishi kerak, chunki bu qishloqda katta bor ekan. Okey, bular olamiz. Kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda bormi? Yo'q, bu yerda ham yo'q. Yaxshi, 32 ta zombi go'shti yonmay va mana senga yana ish kerak bo'ladi. Mana. Chiqib ketdimi? Kirib ketdimi? Okey, hozir olaylik. Bu senga podarka yopamiz, ketdi endi. Shkrela o'ylanga tez raid kelyapti. Kir. Yaxshi, qani, mana bu yerda amal faqat bor ekan. Bu yerda bormi? Yo'q, bu yerda ham yo'q. Mana bu katta ekan, balki shu yerda nimadir bordir. Bu yerda ham yo'q. Mayli, sizlarga qo'ymam nima kerak va ishlatmaysizlar. Buni olib ketamiz. O'ldiramiz. Okey, buni ham o'ldirdik. Qanday yaxshi. Endi oxirgi uyda ko'ramiz. Bu qishloq gadalari qishloq ekan. Mayli. Bu yerda yana bitta kravat. Okey. Ketdik. Bu uyda ko'rdik shekilli. Bizga pechi kerak bo'ladi. Chiqib ketdi nimagadir. Kiryaptilar ekan. Kiring, okey. Bu divansizga yotog'ish podarkasizga. Cho'chqa go'shti. Okey. Buni pishishini kutamiz. Okey, endi ketamiz. Mana ovqat yeymiz ozgina. Yaxshi, endi biratda uydan ozgina taxta olib ketamiz. Buni olamiz. Okey, bu yerga buni pishiramiz. Rozi bo'lasiz. Okey, rozi bo'lasizmi? Rozi bo'lakansiz, buni ham olaman-da. Buni ham. Okey, baba kerak bo'lmaydi-ku, rozimisiz?
Rozisan, anchiqlam ketdi. Qara, rozimiz ekan. Yo'q, kirdi. Aha. Baba kirmaydi-ku, nima kerak sizga? Okey. Crafting table. Buni bu yerga solamiz. Top qo'yamiz, okey. Turtyapman. Xo'sh, buni qo'yib bitta kirkasa olamiz. Yaxshi. Teshga tushib juda xafa bo'ldi aniq. Yo, what the fuck? Biroz bizga nidavolni qaragan uchun pechkasini ham olib ketamiz. O'zini ham o'ldirib ketamiz. Короче, shunga hech kimga nidavolni qaramanglar. Yordamni ayamaslik kerak. O'shanga endi asta survival golem ko'rib qolmasdan, bu golem o'ldirib ketamiz. Yaxshi, endi ketdik obunachilar. Buni qo'limizga olsak, nonlar yeydigan narsalar oldinga olish kerak. O'zi ekran chekka salgina qonam bo'lib qoldi. Damage olganimiz uchun. Okey, xo'sh, bu yerdan toshib olamiz o'zgina. Necha? Kerak bo'ladi baribir. Как раз ko'mir chiqdi. Yo, yaxshi. Bularni ham. Shuncha ko'mir. Okey, men videoni ozgina joyini kesib tashladim. Shtabi zerikarli bo'lmasa uchun. Nima portal bor ekan, yaxshi. Borib, adashmasam o'sha yerda sandiq bo'ladi. Sandiqdan borib biz o'zimizga kerak narsalar olamiz. Tuzishgancha. Okey, yetib ham keldik. Yaxshi. Shu yerga chiqib, qani sandiq? Ayo, o tarafda. Okey, olamiz. Xo'sh. Ikkita obsidian, 7 ta, 8 ta oltin va bizga nimaydi kiyim berdi, yaxshi. Nima buni temirga aylantirib qo'ygan, yaxshi. Okey, 6 ta ortib qoldi. Xo'sh, buni kiyib olamiz ustimizga. Yahoo, zo'r chiqdi. Qanaqaligini ko'rmadim onasini. Mayli, zato kiyimimiz bor. Endi yana davom ettiramiz. Xo'sh. Okey, mana bu yana qishloq. Golem bor ekan. Davramiz. Qoch. Vostkisa. Buncha tez kelyapti. Yonmay, buni o'ldiramiz. Ana, yo'q, asta kelyapti endi. Yo, asta jon ketadi. Nimadir qurib chiqish kerak, yo invertorni quradigan narsa yo'q. Yo, ana bor ekan. Tepaga. Yo, ozgina qoldi. Ekranda qaranglar qanaqa qon bo'lib ketdi. What the fuck? Okey, buni o'ldiramiz endi. Sen o'ladigan kuning keldi. O'lim. Demak, kerak. Okey. Qotish bug bo'lyapti. Urganim kech boryapti, balakat. O'ladi adashmasam. Yo'q, yana bittadan keyin. Yana bitta. Okey, o'ldi. Yaxshi, endi pastga tushib olamiz. Juda kech bo'lyapti, yonmayo. Okey. Temirni olamiz. O'zimizga bitta kech tushyapti, uxlab olish kerak. Mayli, biz hozir lekin o'zimizga anavi yasab olamiz. Nomini qalqon, chunki bizda temir bor. Xo'sh, buni birinchi yog'och qo'yib, keyin bunday buni olamiz. Va bu yerga bitta temir qo'ysa, bizga bitta shit beradi. Bitta qo'limizga olib, buni olib ketdik endi. Uxlamasdan bugun bitta shunday g'orga tushib, o'zimizga kerak narsalarni yig'ib chiqishimiz kerak. Okey. Lava bor ekan, tutib o'tamiz. Chunki o'zida anavi yo'q, nomi nima edi? Bizda anavi yo'q. Lavaga qarshi, olovga qarshi ichimlik yo'q. Okey, ketdik. Biz ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Restop keep inventory yoqmaganlik-ku. Yo'q bo'laylik. Keep inventory. Yo'qamiz, bali ketdik. Yana davom ettiraveramiz. Agar yoqmaganimizda o'lib qolganimizda narsalarimiz ham shunday qolib ketadi. Mana yana temir bor ekan. Yaxshi, bu yerda. Yaxshi, bularni ham olamiz. Biz temir qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Vaqti bormi? Qorong'u ko'rinmayapti. Okey, ketdik. Bu yerda boshqa narsa yo'q, o'ylashimcha. Tepada yo'q, ketamiz shunga. Okey, xo'sh. Biz shunday bitta fakirlasa olsak, chotki bo'lardi. Qorong'uda ko'rolmayman, o'zim ham ko'rolmayapman, plus sizlar ham ko'rolmaysizlar. Shunga hozir yo'qlab, endi davom ettirsak ham bo'ladi. Okey. Qani, o'zi nima ekan, tepada nimadir bor? Yo'q, bu yerda ham yo'q. Mana bisklit turyapti, palakat. Voy, jon ketdi. Ekranda bittalar. O'ldiramiz buni ham.
вообще borku deyishini. Bo'ldi. Если что, Java skeletlari normalniy o'ylashim shu. Mana bu yerda creeper ham kelyapti. Balakat. Paqalam. O'ldirdik, yaxshi. Okey, nimadir bor. O zombi bor ekan. O'ldirish kerak bo'ladi borku. Okey, bularni olamiz. Keyin ketdik, davom ettiramiz. Okey, yaxshi. Mana bu yerda yana skelet bor ekan. Yo'q, balakat shit. Mana bo'ldi. Okey. Bu shunaqa ko'p bo'ladimi? Yo'q. Emasligini buni. Okey, bo'ldi. Pulga. Buni ko'raylik. Mana bu yerda temir bor ekan, yaxshi. Yana sizdan kelyapti. Balakat zombi. Yesim ketdi. Yo'q. Kirka balakat. O'lib ketamiz. Yo'q. Nima bilan urushini? Qoch. Hozir o'lib ketamiz. Balakat jon. Skeletam kamiga voy. Jujuga kirib uni qo'ysam, shuncha bo'lib keladi, o'ldirib tashlasa. Voy, yurak urishim. Yonmaydi. Hozir o'lib ketamiz. Jonim kam qoldi, balakat. Bu ekrandagi yanolar ham xalaq beryapti. Qoch. Kerak bu yerda. Yana kelyapti. Yonmaydi. Yana bu yoqqa. Men buni ovozini kelyapti ana u ham. Yo'q, qoch. Uyga kirib olmasam, mimikir ham kelyapti. Izyosa qilganda balakat kelmaydi. Qoch. O'tlay dosman qilay. Voy. Mana bu ekranda balakat sujday. O'lib ketamiz. Mana bu yerda yeb. Narsa yeyolmasam, hozir chista anna bo'laman. Narsam ham qolmadi. Yo o'ldirishga. Okey. Shu bitta bolg'a. Yaxshi. Endi o'ldirib tashlasak bo'ladi endi sizlarni o'ldiraman. Shuncha kelgan yonmayo. O'lib ketaman. O'lmasligiga qara. To'g'ri, shunday bebizomga kelsa-da, hamma shekar o'ldirib tashlay. Olamiz endi shuncha. Keldi. Bo'pti, endi qochish kerak bu yerda. Mimikir bor ekan. Bizga kerak emas. Okey, ketdik. Shu yerda teshib tushib ketadi. Temirlar olish kerak. Mal krisan kelsa qaranglar. Yana kelib boshlayapti ular asamga o'ynab. Video shigacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalga obuna, videoga like bosib qo'yinglar. Let's go tez bosinglar ishlar uchun. Video kech chiqayotgan bo'lsa ham video chiqaryapman, chunki mening vaqtim kam. Mayli, yana skelet ekan, creeper deb o'ylabman. Balakat. Bugun ko'p shu so'zni ishlatgan bo'lsam kerak, okey. Olamiz. Okey. Temir bor ekan, yana buni olamiz. Xo'sh, birinchi nima bilan olib ketsam? Buni ham bitta ishton yasab olaylik, keyin bizda почти full armor bo'ladi. Qani bitta oyoqqa ham kiyib olamiz. Ana menda full set bor endi. Ha desam to'xtalib bitta uni qo'yib ketibdi. Boshimizga tilladan shlapa kiyib olamiz. Shlapa emas, nomi esimda yo'q. Короче, mana takoy turdi. Menda endi full set bor. Men bemalol urushga tayyorman u bilan. Mimikir bilan bitta deganday. Yanami? Zaynab ishamiz o'ldirib kelamiz, uni ham o'ldiramiz. Okey, ketdik endi. Mana bu temirni ham olamiz. Bu 4 ta yaxshi. Temirga boy bo'ldik, lekin full set ham qo'yib oldik lekin. Xo'sh. Ya. Skeletni yomon ko'raman. Xo'sh, o'l. Yaxshi. Ne kessa ham bo'ladi, yo'q, shekilli shunaqa shekilli. Tarafda nima bor ekan, qani? Nima bor, qani? Qoch. Ya, keyin sezmay qoldim men. Yonma-yo. Bu yerda creeper ham portlab ketdimi?
Qolib ketdi orqada. Qoch, chiqish kerak bu yerdan. Yo, vat kelyapti. Qoch. Qolib ket orqada. Voy, hali ham kelyapti. Yo. Ovozlardi. Halagan, Enderman ham atalib qo'ydi. O'rgimchak. Bitta adashmasa ana Mimiker. Da. Ana qo'yadi endi uyda ovqat yeysak bo'ladi o'ylashimcha. Orqamdan kelibdi palakat. Yo, o'ldirib tashladi. Voy, nima deb yozgan? You are dead. Wait you. Sen o'lding, sen buni bilarding debdi. Va qarada, va mayli. Короче, bolalar, obunachilar, video shundan iborat edi. Kanalga obuna va videoga like bosinglar. Mana shu videoning keyingi qismi chiqishi uchun. Shunday ekan, hammaga xayr. Sizlar bilan yana Kanroji bo'ldi. Video yoqgan bo'lsa, sizlar bilan xursandman. Ko'rishguncha, xayr ostonamda.